Kirgilikda zo'r lokatsiyasiga kelganmiz. Qarang, 98 kvadratdan ortiq korobka holatda turibdi. Tualet, hammom alohida montajlar, suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma yoqdan muammo yo'q. Kirishimizda mana bu yerda menimcha mehmonxonaga montaj qilib berishgan. Ko'rishlaring mumkin. Akfal o'rinlarni yaxshisini qo'yib berishibdi. Vatdan chiqqanimizda mana turgan joyimiz bu xona bas, bu xo'l bu akalar. Eshik tagida ham ashuncha xo'l, manita ham xo'l. Maytda yana bitta xonamiz bor. Kirib ko'rsangiz bo'laveradi. 98 kvadratdan oshiq gaz, svet, suv, kanalizatsiya umuman muammosi yo'q. 4 etajga domda 3-etajda turibmiz. Maytda yana bitta xona bor ekan. Menimcha-chi, battachi, men bitta narsadan bilib qoldim. Bat oshxona nimaga desalaring, mana shu turbamda ko'rsating. Eshityapsizlar, gaz ulangan, kanalizatsiya tushgan, suv, svetni montaj qilib, suv kirgan. Mana eshikdan kirishimiz, manita xullas vahshiy katta xo'l. Xullas bor, manita xo'l qilib turib, maytda bitta deski xona qilib olsalar ham bo'laverar ekan. 3-etaj, kirpichli dom. 4 etajga domda 3-etaji. Uglovoyda joylashgan, 98 kvadrat. Narxini 1 kvadratni $310 dan narxlashyapti egalari. Pastga raqam qoldirib beryapmiz. Telefon qilib, kelib ko'rib, bemalol egalar bilan baraka qilishlaring mumkin. Kami bor. Baraka villa sizlarga shunaqa Kirgilikni zo'r lokatsiyasidan joy topishda davom etadi. To'liq lokatsiyasi Kirgilik Temir bozor Qizilmo'ykan ro'parasida shunday kirganlaringda 2-domda.